O'rajon, seni qanchalar kutdim. Shunday bo'lishingda. Bismillah. Sen tuzga botib yesam, dod duvarsam kerak o'zim. Voy, dod duvarsam kerak. Böyle. Bu danaya qatmasdan tezroq tuzga botirib yuborishim kerak. Mazza qilib yuborishim kerak. Bu konteynerda probalar. Yigirmata oldim. Donasini 24 mingdan. Ha. Odam bir maza qiladi, tuz qo'shmasdan turib ham yeb maza qiladi. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Yoqimli haqida ekanlar, meni so'k ekanlar, sizlar ham yaxshimisizlar? Tanjonlaring sog'mi? Kim ko'rgan bo'lsa, bir mazza qilib tuzlarga botirib yegandim. Ko'pchilikni ishtahasini ochib o'rgandim. Mana o'sha kun keldi yana. O'raydigan payt keldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, o'zdan yaxshimisizlar? Tanjonlaring sog'mi? Charchashlar yo'qmi? Oila a'zolar tinchmi? Bugun xudo xolasa chiroyli qilib durralarni bo'yinga taqib, boshqa so'plarni kiyib, vayni futbolkalar kiyib, xudo xolasa sizlar bilan birgalikda qo'yga kata yasaymiz. Qo'y oldim. Tabriklayman. Sori qo'y, sori deydimi? Sori deydimi? Sori deydimi? Sori qo'ylardan oldim ikkita. Nech pulga oldi deydigan insonlar ham bor. Bo'lsa videoni oxirigacha ko'rsataring. Sizlarga ko'rsatib, obzor qilib boraman, lekin sal qimmatroq bo'ldi. Bolalari bilan ikkita usori qo'y oldim. Bittadan bolalari bor. Bugun material olib keldim. 230 uzunligi. Qalinligi ham qalin. Bundan hozir sizlar bilan birgalikda qo'yga kata yasaymiz. Kecha o'sha ma'lonlik ukalamizga telefon qildim. Endi menga sal qimmatroq qildi. Bir qarasam, o'sha materiallar uyda bor ekan. Unga o'zim olay dedim. Donasini 24 mingdan oldim. 20 dona. Endi hisoblab ko'rsa, nech pulga tushadi? Qolaversa, bizga kata yasashimizga nimalar kerak bo'ladi? Svarka apparatimiz bor. Kaskajon bor. Yangi perchatka olib keldim. Bolgarkamiz bor, bolg'amiz bor, ombirimiz bor, elektrod bor, urvin bor, metr bor, unidetil bor. Naryoqda yana materiallarimiz bor, ular ham bor. Faqat mehnat kerak bo'ldi. Endi men u qo'yni katagini qilib sotadiganlarda qila olmasam-da, qo'limdan kelgancha qilaman. Endi u yerda pollik ekan. Ben yerda yotadigan qilaman. Yerda yotadigan. Chunki men eski qo'y boqadigan odamlardan so'rasam, Anvarjon, ota-bobolarimiz ham naql pollik qilmagan. U polda boqqani bilan yerda boqqani farqi bor. Yerda boqsangiz yaxshi tosh oladi, yerda taptini oladi. Yozgi kunda ham ola-ko'langa qo'yib qo'ysangiz, mana qilib ola-ko'langa yotadi dedi. O'shanga mana shu o'rikda ikkita o'rik tagiga, mana shu yerga. Ola-ko'lankaga mana shu yerga joy qilmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qo'llab-quvvatlab turinglar, chunki o'zlaringiz bilasizlar, agrodlarim ponni beda bilan bug'doy ekilgan, o'sib yotibdi. Mana shu qo'yxonani qilsak, shuncha yarim choycha olib ketdi. Shuni hampasiga solib qo'yamiz, mana shu yerga yeb yotaveradi. Ola-ko'lankada ba'zi bedalarning ovozini sayraygan eshitib maza qilindi, atrofga qarasa bodomzor, bu tomonga qarasa tovuqlar qo'y aytadi-da. Zo'r joyga kelib qopman, ko'rdinglar.
Ha, keyin obunachilar, men to'g'risi qo'yxona qilmaganman. Lekin internetlarda ham misol uchun ko'rganman-ku, yasalayotgan jarayonni ko'rmaganman. O'shuning uchun men bugun sizlarga shu qo'yxonani yasalayotgan jarayonni o'zim qo'limdan kelgancha sizlar ham qilsalar ham bo'ladi. Agar misol erinadigan insonlar bo'lsa, misol uchun o'sha tayyordan sotib olsalar ham bo'ladi. Menga hozir bu katalar nech puldan tushyapti? Albatta sizlarga videoning oxirida qo'ydilarni ham ko'rsataman, nech pul yo'ganini, lekin materiallarni ham ko'rsataman. O'sh qancha material ketdi, nech pulga tushdi bitta qo'yxona, albatta video tarqatib ko'rsataman. Albatta biznikini poli bo'lmaydi. Faqat bizniki yerda yotadi, manza qilib yotadi. Hozir mana shu yerda birinchi o'rinda tozalaymizda, keyin sekin qolgan ishlarni boshlaymiz. Video oxirigacha ko'ringlar. Klass bosib, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Obunachilar, mana chiroyli qilib tozalab oldik. Qo'yxonani uzunligini bunaqasiga qilamiz. Eni 1,5 bo'ladi. 1,5 ga 250 bo'ladi-da, 250 260 bo'ladi. Chunki hozir mana konteynerda materialiga stoka ham qo'yiladi. Balandligi 1,5 bo'ladi. Balandi 1,5 ga, eni 1,5 bo'ladi, uzuni 250 260 bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana materialimizni ham terib oldik. Bu tomon tekis qilib mana yoniga temir qo'yib to'g'rilab oldim. Endi bu tomon qaylar. Bu yerda 240 ham bor, 232 ham bor, 235 ham bor, har xil, bir xil razmerda bas. Mana ko'ryapsizlar-a? O'shaning eng kichkina razmeri mana shu birinchi qatordagi 232 ekan. Hammasini 232 qilib kesib olamizda, keyin sekin svark ishlarni boshlaymiz. Xo'p, obunachilar, mana kesib oldim chiroyli qilib. Mana ikki tomon ham bir xil bo'ldi. Hop. Maslahatlaring kerak edi. Bu narsa deyolmaymiz endi hozir. Video paytida sizlar kommentariylarni o'qolmayman. Endi hali videoni qo'yib bo'lgandan keyin fikrlarini bilamiz, endi iloji yo'q. Hop. 232 bo'ldi uzunligi obunachilar. Bunday qiladigan bo'lsak. Beton tekis, shuning uchun men betonga buni stokasini tirib oldim. Stokasi ham 1,5. Nima deysizlar obunachilar? Qanday qilaylik? Mana bunday qilib ichiga qiladigan bo'lsak, ish ko'payib ketadi. Yo, tusharmikan ichiga? Obunachilar. Svarka qilsak. Lekin juda go'zal bo'ladi omlak ichiga qilsak-ku. Sal nozikroq bo'lib qoladi-da, shu tomoni bu. Nozikroq bo'lib qoladi. Bunday qilib qilaylikmi svarka qilib. Bunday qilsak, bitta yonda kesamizda, shuni yopishtirsak baquvvatroq bo'ladi. Lekin ichi mana bunday bo'lib qoladi-da. Obunachilar, biz mashq holatda qoldiradigan bo'ldik. Eng tagi bo'ladi bu. Biz hozir 10 sm qoldirdik. İşte bu yerga qo'yganda ham ozgina yer tagiga kiradi. Eng tagi bu. Mana tomonni ham to'g'rilab oldik, 10 qilib. Bismillahirrohmanirrohim ishni boshlaymiz endi. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana bu tomonni chiroyli qilib svarka qilib oldim mashgacha. Xo'p, bu tomonimiz 15 qoldirdik. Hozir bir ukamiz kelib, aka, qo'zlar tashqari chiqib ketadi dedi. Plan o'zgardi-da, bu tomonni biz 10 qilib qoldiryapmiz. Mana shu to'rttasini 10 qilib qoldiryapmiz. Bu yerda kalasini chiqarib o'taydigan joy bo'lyapti. Bu past tomoni. Mana tepa tomoni 15 bo'lyapti. Bu tomon 10 bo'lyapti. Mana o'rtasi 25 qildik. Kalasini chiqarib bemalol oxirida mashga joylashtiramiz. Hozir bir tomoni hali endi bityapti. Ikkinchi tomoni ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. 232 ga 1,5 bo'ladi-da.
hurmatli obunachilar, mana ichkari qismlarni ham svorka qildik. Endi ikki yoni qoldi. Bular bo'ldi, xudo xolasa. Bu ana tomoni ichkarida bo'ladi. İşte bu qo'ydi yo'q yashirinib ketmasligi uchun ichkarida bo'ladi. Bu orqa tomoni, bu oldi tomoni, oxir tomoni. Mana tagini biz 10 qildik, mana aytdim hozir 25 qildik. Bak endi balandroq, sal kengroq. Bu past qismi mana. İşte qo'zichoqlar chiqib ketmasligi uchun.